Bekir. Va bu videolarni ko'rib va shu eski videolarni ko'rib zerikib ketdingizmi? Eng oxirgi qo'ygan videosi, ya'ni jonli efiri. Qaranglar. Ama 60 spin, 55 spinlik bir oyun Bu nimeydi? Ahır bu zina bu. çizmeye çalışacağım. Assalomu Ya beni spin alaykum almadığında ya da güzel bir Ha, bu YouTube'ni sotgani Bu nimeydi? Ahır bu zina bu. va bitta post qoldirgan. Barchadan uzr so'rayman. Men kechiringlar. Qattiq xafaman. Menda muammolar bor. Har doim kanalim ko'tarildi degan yangi muammo. Men buni umuman xohlamayman. Shuncha qattiq mehnat qildim. Qattiq qolib ketdim. Mana shuncha qattiq mehnat qildim. Kanalim 200 ming taga olib chiqdim, lekin meni tushunasizlar degan umiddaman. Men yaqin oralarda qaytaman va o'z ustimda ishlayman. Menimcha tashlab ketmaysiz degan umiddaman. Men bu xabarni yozayotganimdan qattiq afsusdaman. Men ham sizlardek xafaman va eng asosiysi bu kanalda ortiq videolar chiqmaydi va kanal sotiladi. Men eng yomon odamman. Men pul uchun hammasini qilaman. Pul uchun obunachimni sotyapman. Xursandmisizlar? Negativlar ko'plar meni tushunadi, ko'plar esa yo'q deb shunaqa gaplar deb qo'ygan. Lekin Prismarinning videosiga kirsak, Prismarin da bo'tga Prismarin deb yozsamiz, hozircha Prismarin. Lekin videolar chiqaryapti, qaranglar. 3 oy bo'lib ketibdi. Qaranglar. Lekin bitta narsa bor. Qarab turinglar, hozir sizlarga ko'rsataman. Qaranglar. Hacker mana. Qaranglar. Hacker. Eng buni hayron qoldiradigan joyi, Hackerning kanali hech videosiz 1000 ta obunachiga erishdi. Do'stlar, biz hali 1000 ta obunachi bo'la olmadik. Kusa ham bo'la olmadik, lekin bu voy ishonarli holat. 1000 ta obunachiga tezda erishdim. Mavtda Jamol mana qaranglar. Jamol mavtda. Jamol, nigir Jamol mavtda hacker. Mana realistik va do'stlar, lekin bundan xursandman. Lekin buni ketishga kanalga, yangi kanalda video chiqishiga 50 ga 50 va balkim bu yangi kanalim bo'lar deb kulmay turgan simalchiq qo'yib qo'ygan. 50 ga 50 da hop. Agar videomiz yoqqatgan bo'lsa, like, obuna bo'lib qo'ying, lekin menga yoqdi. Xayr do'stlar, sog' salomat bo'ling.